Bugungi iftorligimizga mana xudo xohlasa piyozlarni archyapmiz. Sho'rva qilamiz mana. Kartoshkalar olingan, go'shtlar olingan, taxil ko'kat, priprava, ziravorlar olingan. Xudo xohlasa mana jarayon boshlandi. Bittadan ushlabdi sholg'omni. Bittadan sholg'om kartoshkani ikkiga bo'lib qo'yamiz, ikkitadan kartoshka bo'ladi. Arena bor bu yerda. Ana shu yerda shkolni dars o'tadi. Bunyodkorlarni quvvat shekilli, bunyodkorga yarasha. Xudo xohlasa mana dasturxonlar bezatildi. Iftorbop dasturxonlar qo'yildi mana. Xurmo, holva, no'g'at. Salabanning ichida issiq go'shtli non bor. Mana suvlarimiz bezgas, qorinni ishirib yorib dam qilmaydi. Ammo no'g'at bor. Meva-chevalarimiz mana. Endi bu yer qo'l bola deydi-yu, o'zimiz bezadik. Qo'ldan kelgancha. Kelaverasizlar, xudo xohlasa mana iftorga ham yarim soat vaqtimiz qoldi. Qozonda sho'rvamiz qaynayapti. Rosa ovjida qaynayapti ovqatimiz ham mana xudo xohlasa. Rosa tobiga chiqdi. 15 tanimi? Bunaqasini ko'raylik. Ro'za